Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizaga universal motoblok keldi. Universal motoblogimiz 90 toshlik. Mana bu yerda ham 90. Shuni endi xudo xolasa remont qilib beramiz. Motorni ochib ko'ramiz. Bosimlar qolmagan. Qo'lda aylantirganda ham. Bosimlar yo'q. Shuni endi xudo xolasa to'g'rilab beramiz. Bizda yomg'ir yog'moqda. Ayrim hududlarimizda qor yog'ib yotibdi. Bizda yomg'ir xudo xolasa bahor havosi boshlandi o'xshaydi. Bu yoqda motobloklar turibdi, remont qilishga. Bu yoqda ham turibdi kichkinalari. Xudo xolasa shu motoblokni to'g'rilab beramiz. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Shuni to'g'risizlar. Xohlasanglar motorni o'zini, xohlasanglar korobkasini. Uncha mayda-chuyda zapchaslari ham bor. Lekin to'liq 100% emas zapchaslar. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida akalar. Shunaqa ishlarni qilamiz xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Kelaverasizlar. Xudo xolasa endi buni ochib ko'ramiz. Shunaqa gaplar akalar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib ko'rasizlar. Korobkasi bo'lsa ham, motori bo'lsa ham, starterini ham to'g'riladi hozir buni. Polni motor qilindi. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Bunaqa to'kir ishlari bo'lsa ham qilib beraveramiz. Yoqda zuburlar, universal motobloklar, mototsikl, skuterlar. Xo'p, bunaqa motobloklarni eski tuski yotgani bo'lsa, zapchaska ham olaveramiz mana shunaqa motobloklarni. Nariginga o'xshagan zuburlarni ham zapchaska olaveramiz. Motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikl zapchaska turadi, olaveramiz. Keyin zapchaslari ham bor uncha. Qaysi birdir olib kelib qo'ygan mayda-chuyda zapchaslarimdan desanglar, olib ketaversanglar bo'ladi. Topilmayotgan bo'lsa-da. Shunaqa gaplar. Videom yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Tinch bo'lasizlar, rahmat hammaga. Xo'p, bizaga val kelgan. Mana bunaqa val. Buni o'zini mana shunday yasab olishar ekanda. Keyin mana bunaqa gruzikchalarni yasab qo'yishgan. Shunaqa gruzikchalarni o'zlari qo'yib svarkalab olaverishar ekan. Bu anaqa nima betonniki dirillatib anaqa qilib beradigan, nima deydi, vibratsiya qilib beradiganlik. Bunaqa ikkita teshik, bu yoqqa bunaqa ikkita teshik beramiz. Yilib ketgan bu. Xuddi shu o'qqa yasab beramiz endi mana buni. Ikkita yasab beramiz ekan. Bu bitta bo'lsa, mana bitta. Mana bitta chiqsa amallab ko'ramizda. Yana bitta, mana ikkita. Mana bu astiga o'qqa yana bitta, mana ikkita. Xudo xolasa shu ikkitani 4 ta yasab beramiz, ikkita purtdan. Xudo xolasa. Keyin mana bu o'qlarga ham pachinlik qo'yib beramiz ikki chekkasiga. Bitga tushadigan qilib berish kerak ekan. Shularni ham xudo xolasa qilib tashlaymiz. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab ish bo'lsa qilib beraveramiz. To'kirlik, frezер sho'rlik,
gilza rastochka qilaman, ishlayman deydigan bolalar bo'lsa, kesin ishlashga gilza rastochka to'kinistonlarim bor. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida. Piskentga yaqinroq bo'lsa, yo Piskentliklar bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Mana shu yerda to'kinistonligim bor. Narada ham yana 2-3 ta to'kinistonligim, frezer, stragalniy, gilza rastochkalarim ham bor. Gilza rastochka qilaman desa. Mashina remont qilaman deydigan bolalar bo'lsa, kesin. Garajlar bor. Bunaqa gaplar. To'kiniston ikkamizda ochamiz endi. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumani. Bobur ko'chani oxirida biza shunaqa ishlarni qilib beraveramiz. Undan tashqari motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikl shunaqalarni remont qilamiz, xudo xolasa aka-ukalar. Endi buni anaqa qilamiz. Shilib yo'namiz endi o'lchab, xudo xolasa. To'kiniston uyimiz 1.62. Yaxshi to'kinistonok. Staninalar yaxshigina yilib ketgan bo'lsa ham, ancha yaxshi ish qilsa bo'ladi haligacha, xudo xolasa. Juda oldingi Soyuzning To'kiniston o'yla. Xudo xolasa ancha ishimizni qilib beryapti. Qo'ldan kelgancha. Shag rezib ochishlar ham faqat konusni shag rezib ochamiz. Qolganini hammasini qo'ldan kelgancha keyin mamnaqa shag ochamiz. Mana shunaqa shaglik ochamiz. Ochib ko'rmaganman, balki ochsa bo'lsa kerak. Doim обычный prostoy rezbani ochamiz. Qo'ldan kelgancha. Mana bunaqa shpilkalarni yozib beramiz. Bu yog'i katta, bu yog'i mana kichkina. Mana shunaqaga rezib ocha olamiz. Mana sentrlarni qilib. Qattiqroq kalyonli shestirnalar, mana bunaqa pachinnilarni ham kesish, ochish, yildirish bo'lsa qilib bera olamiz. Xudo xolasa. Kelaverasizlar. Faqat aytib qo'yay, material olib kelinglar. Materialim yo'q mana. Material olib kelsanglar qilib beraveramiz. Mana shu to'kinistonligim bo'lsa, svarkam bo'lsa, bir narsalar yasab sotardim deydigan bolalar bo'lsa ham kesin mana to'kinistonni ishlatib, birgalashib ishlataveramiz. To'kinistonni remont qilib, narada bitta ikkita bor, yana remont qilsa ishlaydiganlari bor, o'shani ishlatsa bo'ladi. Shunaqa gaplar. Ochaylik endi xudo xolasa akalar. Mana xudo xolasa svarkalab, trishinalarni yo'q qilib, ishlarni tekislab qo'yapmiz. Xudo xolasa vallari yangi bo'ldi. Pastdagi vallar yangi bo'ldi. Yaxshi yengil mala gazda diqqa etib to'xtagan. Agar polni gazlab haydab ketayotganda bo'lganda men bularni sindirib tashab, bloklarni yorib tashab, dabdala qilardi hamma yog'i. Xudo xolasa endi buni qo'yamiz, yurg'izamiz.